Ko'pchilik o'ziga o'zi diagnoz, o'ziga o'zi tashxis bilan keladi. Kecha ham shunaqa bir ajoyib holat bo'ldi. Keladi bemorimiz, burunda muammolari bor, nafas olishga qiynaladi. Doktor burnimni yuvib qo'ying, burnimni yuvib qo'ying. Shunchaki hech qanaqa tashxis yo'q, hech qanaqa muolaja yo'q. Shunchaki burun yuvish. Mana shunaqa holatlarda aytiladi, yana ko'pincha vrachlar aybdor bo'lib qoladi. Ya'ni burun yuvishga o'rganib qolganman, o'rgatib qo'yildi, mana shunaqangi holatlar bo'ladi. Lekin asosiy sabab to'liq tashxis to'g'ri qo'yilmasdan turib, nima deydi, o'zboshimchalik qaror bilan burun yuvishga olib borish. Men bu holatni unchalik ma'qullamayman. O'sha bemorimizda shunday holat bo'ldiki, gaplashib, suhbat qilib, to'liq anamnezlarni yig'ilgandan keyin rengen tekshiruv tavsiya qilindi. Rengenda ko'rganimizda bemorda, ya'ni burun yondosh bo'shliqlarida hech qanaqa gamorit yoki frontit, etmoidit, sinusit belgilari yo'q. Ya'ni yuvishga hech qanday ko'rsatma yo'q. Bu bemorimiz bir necha kunlardan, bir necha oylardan beri qayta bu shifokoriga borib, burnini yuvdirib yurgan ekan. Keyin surishtirilsa, keyin aytildi, tushuntirildi. Bu bemorda asosiy burundagi muammolari burunda chig'anoqlarning shishib ketganligi va uni sababi allergik holat.